Termiz shahridagi San'at saroyida Prezidentimizning aholiga madaniy xizmat ko'rsatish darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida maqom kechasi tashkil etildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. O'zbek milliy maqom san'ati asrlar davomida xalqimizning bebaho merosi sifatida sayqallanib, bugun ham tinglovchilar qalbidan munosib o'rin egallab kelmoqda. Bugungi kunda ham o'zbek milliy maqom san'atini rivojlantirish, uni yoshlar orasida keng targ'ib etish hamda boyitish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida navbatdagi madaniy tadbir Termiz shahridagi San'at saroyida tashkil etildi. O'zbek milliy maqom san'ati markazi Xorazm viloyati maqom ansambli viloyat hokimligimizning reja grafika asosida butun viloyat bo'ylab konsert dasturini namoyish etyapti. Termiz shahridagi muhtasham san'at saroyida konsert dasturlarini O'zbek milliy maqom san'ati markazi Surxondaryo viloyati maqom ansambli bilan birgalikda jonli ijroda namoyish etyaptilar. Albatta mana yoshlarimiz tashrif buyurishyapti, tomosha qilishyapti. Biz o'ylaymizki, kelajakda maqomlarimiz yosh avlodlarimizga ham bezavol yetib boradi. Albatta buning uchun biz muhtaram prezidentimizga rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz. Bundan keyin ham mana shunaqa jonli ijrolarda, konsertlarda namoyish etib, xalqimiz ko'nglidan joy olishga harakat qilamiz. Mazkur konsert dasturida O'zbek milliy maqom san'ati markazi tomonidan Surxondaryo va Xorazm viloyatlari kuylariga xos jonli ijrodagi kuy-qo'shiqlar yangradi. Taniqli san'at ustalari va mohir sozandalar esa o'z ijrolari orqali milliy san'atimizning yuksak namunalaridan namoyon etdilar. Xorazm viloyati hududiy bo'limi maqom ansambli mana Surxondaryo viloyatida gastrol safarida bo'lib turibmiz. Mana bugun Termiz shahrida San'at saroyida bo'lib o'tayotgan tadbirda albatta yoshlarimizni shu bizning milliy san'atimizga bo'lgan e'tibori, ularni yanada shu o'zimizning milliy san'atimizga yanada qiziqishini orttirish maqsadida mana konsert dasturlari tashkil qilingan. Bundan juda xursandmiz. Albatta bizni keyingi avlodimiz, yoshlarimiz ming yillardan buyon kelayotgan milliy san'atimizga bo'lgan e'tibori yanada kuchayadi deb o'ylayman. Tadbirda yoshlar, san'at shinavandalari hamda nuroniylar faol qatnashib, ijro etilgan kuy-qo'shiqlardan bahramand bo'lishdi. Milliy ohanglar uyg'unligi tomoshabinlarga unutilmas lahzalarni tuhfa etdi. Bugun Xorazmdan mehmonlar kelgan. Xorazmning lazgilari bilan qizdiryapti. Albatta bu biz uchun, surxondaryoliklar uchun nihoyat katta baxt deb bilaman. Bir shunaqa dam olish, shunaqa chiroyli joylarga kelib, teatrlarda o'tirib, shunaqa bir ajoyib ashulalar eshitish bu har bir insonga nasib qilsin deyman. Milliy maqom san'atiga bo'lgan bunday e'tibor avvalo ma'naviy merosimizni asrash va uni kelajak avlodga yetkazish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.